Milliy armiyaning oxirgi bosh qo'mondoni Abdurahimjon Hasanov. Abdurahimjon Hasanovning dadisi Musa aka va bovisi Hasan Axunlar ili Taranchi sultonligi og'dirilish harpisida, ya'ni 1870-yillarning boshlarida ilidan Olmataga chiqqan. U yerda bir mezgil baqqallik qilgandan keyin muqim yerlashib, o'z kasbi tumoqchilik bilan shug'ullangan. Keyin Musa aka Olmatada uylangan. Abdurahimjon Hasanov 1890-yili 22-iyul Olmatada dunyoga kelgan. U oila tarbiyasidan keyin Olmatada boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qib savodli bo'ldi. 1917-yildagi oktyabr inqilobidan keyin Sovet hokimiyati Abdullah Rozbaqiyev, Sopi Zarvatovlarning boshchiligida Uyg'urlardan qurilgan otliq polik tashkillaganda Abdurahimjon Hasanov bu polikqa qatnashgan. Keyin yerlik ma'muriy xizmatlarda ishlagan. Mushu jarayondagi 5 yilda Abdurahimjon Hasanovning iddiyaviy ko'z qarshida zo'r o'zgarishlar bo'lgan. Uningda taraqqiyotga, yangilikqa intilish kuchayib, Yetsu rayonida Tiyip Hoji qatorliq ko'pligan ilg'or ko'z qarashdagi odamlar bilan pat-pat uchrashib turgan. Abdurahimjon Hasanovning oilasi 1924-yili kuzda yurti Iliga ko'chib kelgan. Abdurahimjon Hasanov Iliga kelgandan keyin savdogarlar do'konida prikazchik, hisobchi, bosh buxgalter va priyomchi bo'lib ishlagan. Bu jarayonda u 35 yoshida Ilida bir Uyg'ur savdogarining qiziga uylangan. Abdurahimjon Hasanov G'uljida o'z birodarlaridan Tiyip Hoji, Nasuha Damulla, Sodiq Qori qatorliqlar bilan yangicha maktab etishga harakatlangan. Bu chaqlarda Ilida Sovet ittifoqidan ko'chib kelgan va Turkiya qatorliq davlatlarda o'qib kelgan ziyoli kishilar fanniy bilimlarni o'qitadigan yangicha usulda dars o'tiladigan maktablar, dernek maktablarini etishga kirishgan edi. Bu bir umumyuzlik uyg'unish davri bo'lib, xalqni yo'riqlikqa yetaklash tashviqot qilinadi. 1934-yili 3-oyda Ilida viloyatlik Uyg'ur madaniy oqartish uyushmasi qurilganda, uningda Tiyip Hoji rais, Rahimjon Sabrajiyov bosh kotib, Qosimjon Qambiri tashkilot bo'lim boshlig'i, Abdurahim Hasanov hay'at a'zosi bo'lgan. Bu uyushma asosan madaniy ma'rif, oqartish ishlari bilan shug'ullangan. Abdurahimjon Hasanov bu uyushmada uzun mezgil ishlab, toki 1943-yillargacha uyushmaning ijroiya hay'at a'zosi, muavin raisi bo'lib ko'p ajr singdirgan edi. Abdurahimjon Hasanov nihoyatda taraqqiyparvar, ilg'or kishi bo'lish bilan birga xalqning madaniy oqartish, savodsizlikni yuyish ishlariga intayin ko'ngli bo'lib kelgan kishi edi. 1944-yili 9-oyda Nilqidagi qo'zg'olon kuchayib, G'ulji shahriga kengaygan. Bu chaqda Abdurahimjon Hasanov qo'liga qurol ilib, inqilobiy partizanlar sepiga qatnashgan. U 86 kunlik Harambog' urushida o'zi 1920-yili egallagan harbiy tajribalarini asos qilib, partizanlar orasida alohida ko'zga ko'rinishga boshlagan. 1945-yili 5-yanvar qurilganiga amdili 55 kundan oshgan Ozod Sharqiy Turkiston Jumhuriyati 9 moddalik mustaqillik xitobnomasini jakarlagan. Orqadan shu yili 2-oydan boshlab milliy armiya qurishning tayyorlik xizmatlari davom qilgan. Abdurahimjon Hasanov bu qitimqi mushaqqatlik vazifagami aktiv ishtirok qilib, shu yil yanvar oyining oxirida vaqtliq harbiy bo'lim boshlig'i bo'lgan polkovnik Rahimjon Sabraji va keyingi oyda uning o'rniga rasmiy harbiy bo'lim noziri bo'lgan polkovnik Ahmadjon Qosimiylar bilan birga Cumhuriyet Milliy Armiyasining tashkiliy qurilmasini loyihalab chiqishdek ulug' va mas'uliyati og'ir xizmatni utuqliq o'rindigan. Ularning tirishchanligida 1945-yili 8-aprel kuni Cumhuriyetning davlat armiyasi Milliy Armiya nomida rasmiy qurilib,
ilining shimoliy qismidagi Tarbag'atay va Altaylarni ozod qilishning tayyorliklari jiddiy boshlangan. Abdurahimjon Hasanov bu mezgilda eng dastlabda partizanlar shtabi va milliy armiya shtabida polkovnik unvoni bilan ishlagan. 1946-yili 6-oydagi 11 bitimdan keyin milliy armiyaning bosh siyosiy bo'limiga rahbarlik qilgan. Abdurahimjon Hasanov general Isqoqbekning burundan tortib eng yaqin sabdishi edi. U siyosiy ishlarda general Isqoqbekka yaqindan hamkorlashgan. 1948-yili 8-oyda Ahmadjon Qosimi bir qo'lliq qurgan Sharqiy Turkistonda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqi qurilgandan keyin u mazkur milliy ittifoqning milliy armiyadagi komitetining ijroiya hay'ati bo'lgan. Ayni chog'da polkovnik Abdurahimjon Hasanovning milliy armiyada bo'lsin, yerlikda bo'lsin inovati, hurmati yuqori bo'lib, oq ko'ngil, samimiy, kichik fe'l odam edi. Abdurahimjon Hasanov 1949-yili 8-oyning 22-kuni Ahmadjon Qosimi, Isqoqbek, Dalilqon va Abbasovlar boshchiligidagi Sharqiy Turkiston rahbarlari bir butun Sharqiy Turkistonning siyosiy taqdirining qandoq bo'lishini muzokara qilish uchun sobiq Sovet ittifoqiga manganda bir mezgil milliy armiyaning muvaqqat bosh qo'mondonlik vazifasini o'tagan edi. Ashu Sharqiy Turkiston rahbarlarining atalmış aeroplan vaqasida qazo qilganlik xabari yetib kelganda Abdurahimjon Hasanov Stalinning Sharqiy Turkistonning milliy rahbarlarini burunqidek ko'zdan yo'qotganligini to'g'ri faraz qilgan edi. Shu vajidan ayni chog'da uning oldida ikkili tanlash yo'li bor edi. Uning biri qo'lidagi harbiy huquqini ishga silib, milliy armiyani umumyuzlik safarbar qilib, Urumchini ozod qilib, 7 viloyatdagi Gumindon ishg'oliyatini oxirlashtirish. Yana biri vazifasidan istifa berish edi. Abdurahimjon Hasanov oldingi yo'lni tutishga moyil edi. Afsuski, ayni chog'dagi cho'ng vaziyatning o'zgarishi nihoyatda tez bo'layotdi. Urumchi tarafga yurish qilish uchun G'oljida maxfiy yig'in ochgan Abdurahimjon Hasanov qo'l ostidagi Rosparas komandirlarning birdek qarshiligiga duch kelgan. Oqibat butunlay foydasiz vaziyatning oldida o'zini xuddi yetim general Mahmud Moyitiga o'xshash yolg'iz his qilgan Abdurahimjon Hasanov o'zining bosh qo'mondonlik huquqini Oq o'rislardan kelib chiqqan polkovnik Leskinga o'tkazib bergan. Leskin Uyg'urlar bilan uzun muddat yashash jarayonida Uyg'ur xalqiga singishib ketgan edi. Shunga u Uyg'urlar uchunmi, Stalin uchunmi ishonchli kishi edi. Ayni chog'dagi jiddiy va keskin vaziyatda Abdurahimjon Hasanov uchun buningdanmi donoroq chora yo'q edi. Keyingi o'zgarishlar bu qarorning nisbatan to'g'ri bo'lganligini ko'rsatdi. 1950-yildagi haqoratlik ishg'oliyatdan keyin Abdurahimjon Hasanov boshqa sabdoshlari bilan birga qisqa mezgil yuqori darajalik harbiy va ma'muriy huquqlarni tutgan. U 1950-yildan 1952-yilgacha atalmış Şinjan harbiy rayonining muavin shtab boshlig'i, Ili harbiy rayonining muavin qo'mondoni bo'lib ishlagan. 1953-yili yozda kasb almishib Ili vali mahkamasining muavin valisi, qo'shimcha G'o'lji shaharlik hukumatning boshlig'i bo'lib ishlagan. 1955-yili 1-oktyabr atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilgandan keyin u Ili oblastlik siyosiy kengashining muavin raisi, birinchi qo'l raisi, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tagan. Afsuski, aradan 2 yildak vaqt o'tib, Kompartiya banditlari Sharqiy Turkistondagi mustaqilchilarni va ittifoqdosh jumhuriyat qurish tashabbuschilarini butunlay tozalashni qaror qilib, yerlik millatchilik qarshi siyosiy kurash nomida keng ko'lamdagi davlat terrorligi qo'zg'agan chog'da Uyg'uriston Jumhuriyati qurish tashabbusining bosh atamani Abdurahim Aysa apandini faol qo'llagan. Abdurahimjon Hasanovmi tunji zarba berish nishoniga ilingan. 1969-yili 3-oylarda portlagan Xitoy Sovet chegara to'qinishlari natijasida Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda cho'ng tozalash qo'zg'ab,
1970 yılının ahırgıça bütün Uyghur coğrafiyası miqyasida neçe yüz minglagan vatanparvarlarni türmelerge taşlap, neçe minglarini aşkar etip taşlagan. 1971 yılı 24 Ağustos günü Uyghur milletinin kahramanı, danlık şair, peşqadam milli armiya jangchisi Nemşehit Ermiya Ali Sayrami'ni qiynab öldürüp, cansız cesetini çanap iştlarga yem qilib berdi. 1972 yılı 22 noyabr Rahimcan Sabir Hacı'ni kaltaklab urib öldürüştü. Keyinki yılı 9 sentabr günü tün nisbida 82 yaşlık Abdurahimcan Hasanovmu qiynab öldürüldü.